Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Salohada ko'rganingizdek 2026-yil patent narxlari haqida sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. 2026-yilda Rossiyaning barcha hududlarida patent narxlari ko'tarilgan va barcha hududlarni birma-bir sizlarga sanab beraman. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Men esa boshladim. Moskvadan boshlasak, oyiga 10,000 rubldan, mana bu yerga yozib qo'yilgan. Sankt-Peterburg oyiga 8,000 rubl, Kazan oyiga 8,696 rubl, Novosibirsk oyiga 11,289 rubldan, Ekaterinburg oyiga 9,500 rubldan, Nijniy Novgorod oyiga 11,800 rubl, Adliya oyiga 8,185 rubl, Altay oyiga 7,673 rubl, Altayskiy kray oyiga 8,526 rubl, Amurskiy oblast oyiga 12,874 rubl, Arxangelskaya oblast oyiga 10,231 rubl, Astraxanskiy oblast oyiga 7,012 rubl, Boshqotoriston oyiga 8,500 rubl, Belgorodskaya oblast oyiga 8,294 rubl, Bryansk oblast oyiga 9,741 rubl, Buryatiya oyiga 12,557 rubl, Vladimirskiy oblast oyiga 10,947 rubl, Volgogradskiy oblast oyiga 9,890 rubl, Volогодskaya oblast oyiga 20,000 rubl, eng ko'tarilgan hududlardan biri. Voronezhskaya oblast oyiga 11,425 rubl, Dagestan oyiga 7,844 rubl, Donetskaya Narodniy Respublika 3,410 rubl, eng arzon hududlardan. Yevreyskiy okrug 10,095 rubl oyiga, Zabaykalskaya kray oyiga 16,234 rubldan, Zaporojskaya oblast oyiga 3,410 rubl, Ivanskaya oblast oyiga 20,000 rubl, Ingushtiya oyiga 6,684 rubldan, Irkutskaya oblast oyiga 12,233 rubl, Kabardino-Balkariya oyiga 11,254 rubl, Kalmekiya oyiga 5,116 rubl, Kaliningradskaya oblast oyiga 10,913 rubl, Kalujskaya oblast oyiga 11,000 rubldan, Kamchatskiy kray oyiga 13,983 rubl, Karachayevo-Cherkesiya oyiga 7,844 rubl, Kareliya oyiga 11,595 rubl, Kemerovskiy oblast Ko'zbasta oyiga 8,427 rubl, Kirovskiy oblast oyiga 7,912 rubl, Kostromskiy oblast oyiga 8,632 rubl, Krasnodarskiy kray oyiga 27,283 rubl, eng qimmat hudud. Krasnoyarskiy kray oyiga 11,024 rubl, Krim oyiga 11,936 rubl, Kurganskiy oblast oyiga 15,347 rubl, Kurskaya oblast oyiga 10,470 rubl, Leningradskiy oblast oyiga 8,000 rubldan, Lipetskaya oblast oyiga 21,915 rubl, Luganskaya Narodniy Respublika oyiga 9,549 rubl, Magadanskaya oblast oyiga 12,618 rubl, Mariel oyiga 8,662 rubl, Mordaviya oyiga 7,162 rubl, Moskovskiy oblast oyiga 10,000 rubl, Murmanskiy oblast oyiga 15,347 rubl, Nenetskiy okrug oyiga 8,328 rubl, Novgorodskiy oblast oyiga 10,231 rubl, Novosibirskiy oblast oyiga 11,289 rubl, Omskiy oblast oyiga 9,157 rubl, Orenburgskiy oblast oyiga 7,639 rubl, Orlovskiy oblast oyiga 9,174 rubl, Penzenskiy oblast oyiga 9,208 rubl, Permskiy kray oyiga 8,200 rubl,
Primorskiy kraj oyiga 13.846 rubl, Pskovskiy oblast oyiga 10.903 rubl, Respublika Saxa Yakutiya oyiga 15.343 rubl, Rostovskiy oblast oyiga 10.231 rubl, Ryazanskiy oblast oyiga 9.788 rubl, Samarskiy oblast oyiga 11.936 rubl, Saratovskiy oblast oyiga 9.423 rubl, Saxalinskiy oblast oyiga 11.800 rubl, Sevastopol oyiga 13.521 rubl, Severniy Osetiya Alaniya oyiga 8.185 rubl, Smolenskiy oblast oyiga 9.213 rubl, Stavropolskiy kraj oyiga 8.526 rubl, Sverdlovskiy oblast oyiga 9.500 rubl, Tambovskiy oblast oyiga 8.200 rubl, Tatariston oyiga 8.696 rubl, Tverskiy oblast oyiga 20.169 rubl, Tomskaya oblast oyiga 10.506 rubl, Tuluskaya oblast oyiga 25.000 rubl, Tyumenskiy oblast oyiga 11.681 rubl, Udmurtiya oyiga 8.287 rubl, Ulyanskiy oblast oyiga 7.162 rubl, Xakasiya oyiga 10.231 rubl, Xanty-Manskiy okrug Yugra oyiga 14.610 rubl, Xabarovskiy kraj oyiga 10.572 rubl, Xersonskiy oblast oyiga 3.410 rubl, Chelyabinskiy oblast oyiga 16.860 rubl, Chechenskaya respublika oyiga 3.410 rubl, Chuvashiya oyiga 9.634 rubl, Chukotskiy okrug oyiga 10.572 rubl, Yamalo-Nenetskaya okrug oyiga 18.505 rubl, Yaroslavskiy oblast oyiga 10.981 rubl. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, Rossiyaning ba'zi bir hududlariga sezilarli darajada narx-navolar juda ham oshgan. Misol uchun eng baland bu yerda 5 ta yoki 6 ta hudud bor. Mana Tuluskiy oblast 25.000 rubl. Azizlarim, agar mana shu ko'rib turganingizdek hammasini yozib chiqqanman birma-bir, ya'ni Rossiyaning barcha hududlarini, siz videoni bemalol pauzaga qo'yib, o'zga kerakli hududni, patent to'lovlarini, 2026-yilgi to'lovlarni ko'rib bilib olishingiz mumkin. Men esa davom etaman. Eng qimmat aytgandek Tuluskiy oblast 25.000, Tverskiy oblast 20.169, ya'ni 20.000 dan oshiq bo'lgan joylar. Keyin Yamalo-Nenetskaya pashta 20.000 ga yaqinroq, kechirasizlar, 18.505. Xullas, sezilarli ko'p joylarga narx-navolar oshgan. Eng bu yerda balandi Krasnodarskiy krayida 27.283 rubldan bir oylik patent to'lovi. Eng kamiga e'tibor qilsak, ya'ni eng arzoni bu yerda Chechenskiy respublika 3.410 rubldan belgilangan. Azizlarim, mana ko'rib turganingizdek, Rossiyaning barcha hududlarini birma-bir sanab o'tdim. Videomiz ozroq cho'zildi vaqti. Agar videoda xato kamchiliklar bo'lsa, ming bora uzr. Bu videoni imkoni boricha o'z yaqinlaringizga podelitsiya qilib tarqating, ya'ni ular ham boxabar bo'lsin. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Keyin pastki kommentariy va opisaniyada Telegram gruppalarim ham bor. Albatta obuna bo'ling. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.